Assalomu alaykum. Tak, alhamdulillah. Sekin-sekin zalimizni ko'rinishi chiqib boryapti. Xudo xolasa iplarimizni o'sha yana ko'plab negativ fikrlarga sabab bo'lgan uslubda tortib bajaryapman. Nima emish? 3 kunlik ishni 1 oyda qilar ekansan. O'zing qiynar ekansan. Negativlar. Men o'zim qiynasam ham klientni qiynamayman. Gips kardonni tiqib orasiga 15 sm chetga chiqarib olib, rekalardan osib, peshonalarga osib tushirmayman. Men gips kardonni shuni peshonaga taqiyman, bo'ldi, shundan tushadi. Shuni taqiyman, bo'ldi, shundan tushadi. Ustma-ust qilish menda yo'q. Men klientni qiynamayman men. O'zimni qiynasam ham. Mana meni ishim shu. Klientni qiynamasdan imkon qadar duosini olib, har tomonlama ishimni chiroyli qilishga harakat qilib chiqib ketishlik. Kitobiy bo'lsin, qonunda yozilgandek qilib o'ylab o'tirmayman, shunaqa qilishim kerak deb. Okalar. Muhimi ish qanaqa bo'lsa ham kam chiqim bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Xudo xolasa egasi duo qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Shunaqa kam chiqim ishlar mabodo qiziq bo'lsa, shunaqa qidirayotganlarga shuni jo'natib qo'yamiz. Like, podpiska, esdan chiqmasin akalar. Sog' bo'linglar.